Dida şu deb so'liq sanlar chiqdi. Do'stlar, bu Shoyshimirda ist ketgan lag'man qo'rib yiliga million pul topadigan bir do'kon bor edi. Bu do'konni zada ochmaydigan nada lag'mani o'xshamda do'stlar bilan birlikda berib bir ko'rib boqaylik. Textinglar chin to'rimda bo'lsin. Olsam bu do'konda bu Shoyshimirdagi yerlikmish do'kondalar eng jiq tomoq yedi edi. Nima uchun shuna ist ketgan lag'manga shunchalar jiq odam omroq? Men o'zimcha bir xil ko'ngil bo'lib qoldim. Xudosa bu lag'manni zada qanday qiladi bir yangi qilib boqaylik do'stlar. Ha, mana do'stlar, ko'rib turganlaridek mana dal mana mushashgan shu, ha. Do'kon uchiqma. Ochoq. Eshitma. Wow, ma vaqt kelsak mana liqida odamma. Soat mana tomoq vaqtida o'tib bo'pti, amaliyotda. Yaxshi bo'pti. Ha, bir odam cheklandi. Sizlarning odam bormi mayda? Yo'q. O'tasan bilamda. Oshxonalar, nim tomoq bor. Nim tomoq o'xshaydi. Ha, tasa tomoq ola. Ketganlarmi? Bo'ldi. Begirak ketandi yo normal ketandi? Normal ketdi, presiz ketdi. Yigidekmi? Ha, bo'ldi undan sonra shu ketganlarning birini. Nech pulga? Mana do'kon ichimi shunday cho'nkan. Mening birdan bir mushaqli mayron qolgan yeri shunchalar ko'rib turganlar, shunchalarcha xaridorlarimiz bir ketganlar meni saqlab turib yeydi ekan. Bizga qilsamiz meni ta'minoti qandaqdir? Kishi taqazo ketganman. Do'kon ichimi men o'ylaganimdan cho'nkan. Keyin ikki qavatga, birinchi qavatda o'tirdim, ikkinchi qavatim bor edi. Tomoq chiqib bo'ldi mana. Almaqlam shunday bir pezaya mana. Başkana birlikte etmaqamdoq. Lag'man mo chiqib bo'ldi qani. Otlaylar, rasga qilsam og'zim shundan seriq so'kib ketdi. Lag'manga chibinsham qilgishgan ma'lum. Qilgishi. Bunanikin rasq spraydi ekan do'stlar. Bir yeri bir kuyishning bir purqiba. Bunanikin lag'mandan ranga cho'pni xirbalansab to'ladi. Inchga bu. Atish lag'mandan mana cho'plarni shunday inchik soldigan. Jameyim. Rangmu şunda qiniq. Demek malag'man men mudo yangi qilishimcha buni shu chang yo'lar bilan rang chiqadi buning. Oldi bilan bir tet boqaylik. Rangni so'yoq, puroq so'yoq, anlatami. Piyalar ochiqroq chiqdiga bularman. Ananikin ozdir ko'pdir bir kuyishning bir purqi bor. Ma cho'pmi shunda bir jonli chiqilib bir yigadam diamog'dak bir puroq bor mana bir qisning purqi bor ananikin tammo sirtiki lag'manli qilganda ma lag'man bir xil chang shavol chiqibdi bo'lib o'sha qiyam ananikin chang yo mushtami intan kuchli zodatda lag'manlarni lapi deymiz sho'xlijon deymiz sho'xlar bilan bunda tamlantirib yerlik mayla bilan qo'raymiz go qarsam lag'manda yerlik maymo yo'q o'xshaydi lekin lag'manniki rang ananikin tami asosiyatda mushchang yo'llar bilan ilingan ekan mening farzim qolgan inchik nuqlarni men o'sha xo'jayinni tepib qaranglashib amal bor do'stlarga mushlarman qandoq bo'ldi qo'rish jarayonlarini sizlarga bir finjan qilib boqaylik lekin tamda so'yoq do'stlar rostdan chiqibdi ho'kiz yotmay do'stlar qaranglar hamma o'xshabdi rasm deymiz go'sht ham ozroq qattiq chiqar ekan shu tamda qattiq so'yuq endi xo'jayin bormda xo'jayinni bir chaqirib ozroq kelib qilsa boqayim deyman lozim do'kon xo'jayin bormi chaqirib bizam boray xo'jayin qarshi qanday ahvolingiz yaxshi turdingizmi yaxshi turdingizmi siz do'konni xo'jayini manda bir ish bilan izlab keldim qarang sizni lag'maningizni bek o'xshaydi deb anglab zodi nadicha qanday o'xshaydi shu atay shu tomoqlarni tetib sopin qizili kelgandim yapaqdan lag'manlaringiz rost o'xshaydi ekan endi mushtanga bir itlish jarayonlarini ozroq bir shpinaga ilib to'liq taqib qo'ysam bo'ladimi qanday bo'ladi sizdan filmlaringizni jiqroq ko'raman bayanmi kirgan chog'ingiz diqqat qilgandim menimcha bo'ladi oshxonangiz pokiz bo'lsa men o'ylayman tashviqot bu ishlar nurg'un ishlaringizga foyda bo'ldi deb o'ylayman bo'ladi ishonchimiz qurish jarayonlarini bunda bir do'stlarga bir finjon qilgim kelib qoldi-ku bo'ladi yaxshimi fikrlarim yaxshimi teshtiqma yaxshimi ustam teshtiqma aynan sen ash taraf qoraymiz endi ustam nim qoraysiz ketgan lag'mansi ay kanxo ma mikrofonni sizga taqab qo'ysam bo'ldi ustam sizni lag'mansiga his qo'yayotgan necha yil bo'ldi 10 yildan sizmi ko'n ustamladimi loptapdilar buning saylariga faqat shu barsay ko'klaza lo'zlazga mana bu ananiki qizillaza sho'xla dastlabda mana may qo'ydik go'shtni oldin valla yerim olasi qo'rib elib olgan ekan pashpiyat g'ustama pashpiyat ashxolinbek fakiza mana qarsanglar do'stlar ani shoyishimi seversa oshxona bundaroq fakir qismoqmi otamiz nima uchun deganda perida internetga oshpazlar asan tug'maydi ishlamaydi degandek uchoq yig'och ekanda kuniga nechta gaz tugsiz 3 ta atraf
Vay mana kichik to'nda 3 tugaydi degan gap. Chanaga lazımmi? He, papita, papita. Vay. Sağlığınız nima? So'ng fiyazma? Ya. Bana istigan to'loq chiqmasroq mana. Ustimishni ketira o'xshamamda. Qizil lazımmi? Qizil lazımni ashta chiqib beramda. He, bırak. Kızıllar da lan vererek çıkamam. Ama uçak beşlik yetiyatı dostlar ben de buraya. Şunda açık buz bilan koruyordu. Ağzını özü gidip olamaz şuna ama. Bekle emez seni. Lasta kanda. La sağını bekirek gitende. He. Açıklarız ki ama o he. Açıkla be. Doğru. Bana tızdadı o. Bu nime kırgınınız bu? Bekerek git famısın ders. Ben şey saldık buna. Çoklu kıyamma. Ananı gel canı yok şuna ama. Benden canı yok ki. Canı yok özenlerini mehfiyeti tükende o he. Şu açık geçen şey sıfırdan canı yok. Karanlar dostlar. Bana bu işler köydürüğün içki bana. Nim berdiniz çoklu berdiniz mi? He. Şeyimiz ne yal oldu ya. Teyye oldu mu? Tamam. Bunu su koymam da. Duymaz. Sonra cık koymayamaz ya. Normal. Bekşi okşurum Allah'ım ben sen. Oy. Açıkta da zrak veriyorsun be. Masraf verip bırakmaya çıktırış ya. Şey oldu mu? Bir çok set baksam bulan da. Bunu da. Mana dostlar. Vallahi ben sevmem. Vehşi çilelik çıktı cima. Ama yapak mağala kelip bir yapı kışıklarını tezgah yapın ben cima. Şu dükkanın adresini bilmeydiğin dostlar olsa İnkas rayonunda sorsanlar bulduk mu? Ben yollap bilmem. Lo ben mana bir körüp çıktım. Aşkam mobek Pakisga qarsam. Endi men shoshimni tavasida men o'ylayman, do'konni Pakis tutalaydiganlar sanoqli deb o'ylayman. Siz bu mush kesibdi chiqqanmi yoki? Hoş kesipten çık. Mush kesibdi, oshpaz kesibdan chiqqan. Shu bir yer bor bo'lsa, manda Pakismanda retlikalarda epmang'il bo'lmaydi deb o'ylayman. Chunki bu oshxonaniki shoshimni tarafdagi nurg'a oshxonaning xaridor kirib chiqish nisbati intan yuqori. Birinchi tozalik diqqat qilmoq bektas, ikkinchi tomoqning ta'miga, sutiga kapolatlik qilish internet deb o'ylayman. Shunda ishlarga biz diqqat qiladigan vaqtimizda bu yerga xaridorlar tomoq sotmasakmi, mush atrofdagi do'kondorlar tomoq sotish orqali nurg'un pul topib bo'ldi. Mana do'stlar, buga men tomoqni yeb chiqdik. Tomoqmi haqiqatan o'xshaydi ekan. Onaniki do'konning o'rnimi shunda payz ekan, yaxshi edi ekan. Demak, to'g'rimiz, shu tijorat qilda, do'konning o'rnini yaxshi tanlasakmi, sodada 50% qutalaymiz degan gap. Nima uchun degan vaqtda bu shoshimani o'zida tabiiy yo'llang bor. Endi bu yerdan bu malog'li kelgan xaridorlarni qo'yib turayli. Bu yerdan nechilik shonxula bor. Bu shonxulaning qo'saq masalasini hal qila olsakmi, pul emas o. Tomoqmi o'xshaydi ekan, o'rimini ochgan bu xo'jayinning kallasimi vekshi shashgan. Bu da ananiki qaysi oshxonalarning tomog'i o'xshaydi do'stlar. Inkastra yozib qo'yinglar. Ben birdan xo'jaya qilib beraman.